Va nihoyat Allohim ota-onam va meni o'z uyiga chaqirdi. Umra ziyoratida biz uchun kerakli bo'lgan narsalarni birgalikda yig'amiz. 14 kun mobaynida kerakli narsalardan biri bu ryukzak. Kerakli narsalarimizni oldimizda olib yurish uchun telefon zaryadlash uchun power bank, zaryadchik, tasbeh, kошелек, albatta pullar va qur'onalik yozish uchun va kerakli ma'lumotlarni saqlash uchun daftarimni ham olib oldim. O'qish uchun kitobimni va albatta joynamozni ham sumkangizga solsangiz yaxshi bo'ladi. Amaliyotda charchoqlarsiz qulay uchish uchun shunaqa podushkacha. Endi asosiy ishga o'tamiz. E'tiborli va mehribon auditoriyamni maslahatlariga binoan chemodanni yig'amiz. O'zim ham birinchi marta boryapman, kami ko'st bo'lsa bo'lib Xitoydan zakaz qilgan mana shunaqa organizerlarimdan boshlab olamiz. Bularga narsalarni solib akkuratni qolsak bo'ladi. Ziyorat davomida kiyishga 2-3 dona ko'ylak oldim. Alloh baytida tavof uchun toza oq ko'ylak. Videoni ko'rib turgan har bitta insonga Allohim o'z baytiga yashin tezligida chaqirishini tilab qolaman. Hammaga ham o'zini sevganlari bilan, yaqinlari bilan borishni, yumshoq skechers olishni maslahat berdilar, sababi oyoqni urmaydi, yengilgina. Albatta bitta qo'shimcha rezin tapichka. Bundan yig'ishda iloji boricha faqatgina kerakli narsalarni olishga harakat qildim. Ro'mollardan bir nechtasini ham oldim. Tavof qilishda tagi rezinkali shunaqa chikachalarni olsangiz, ingiz tagidagi marmardan zax o'tmaydi. Ro'mollar qatori ko'proq naskiladan ham g'amlab oldim. Ko'pchilikni maslahatlariga binoan dori-darmonlarni ham g'amlab oldik, chunki u yerda shifokor retseptisiz dori-darmon berishmas ekan. Biz ahvolimizdan kelib chiqqan holda har bir narsaga chora ko'rib qo'ydik. Qancha qulay tungi pijama ham esingizdan chiqmasin. Esa o'zingizga kerakli bo'lgan, hammaga ishlatiladigan narsalar. Bilan chemodanimni yig'ib bo'ldim va unga esa oq yo'l. Sizlarga esa shunday ulug' joylarga tezroq borishni tilab qolaman. Xayr.